Ko'pchilik beradigan bitta savolga javob bermoqchiman. Qarangizlar, bir ayol kishi savol bergan. Assalomu alaykum. Turmush o'rtog'im bilan kelishgan holda men alimentdan kechmoqchiman, ular esa otalik huquqidan voz kechmoqchi. Shunaqa qilsak bo'ladimi? Maslahat bering, tartibi qanday deb savol berdi. Hurmatli vatandoshlar, bu yerda bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. Aliment ayolni erga qarshi ishlatishlik uchun qurol emas. Aliment bu bolalarni moddiy ta'minoti uchun otasi yoki onasi tomonidan o'sha bolalarning ehtiyojlarini qondirishlik uchun pul bilan to'lanadigan o'sha to'lovlar, otaga nisbatan yuklatilgan majburiyatlar. Bolalarga agar moddiy ta'minot kerak bo'ladigan bo'lsa, ularning ehtiyoji uchun sarf xarajatlar zarur bo'lsa, ona alimentdan men voz kechaman deb o'zini xohishiga ko'ra alimentdan voz kecha olmaydi. Ona olishlikni xohlamasa ham, lekin otaga majburiyat yuklatiladi va bolalarning ehtiyojidan ota aliment to'lashda davom etaveradi. Va endi ikkinchi holat, otalik huquqidan voz kechish. Qonunchilikda belgilab qo'yilgan ota-onalik huquqlaridan mahrum qilinishlik yoki ota-onalik huquqlari cheklanishligining o'zining tartib-qoidasi bor. Hech qaysi ota yoki ona o'z xohishicha otalik, onalik huquqlaridan voz kecha olmaydi. Chunki ota-onalik huquqlari shunchaki voz kechib ketiladigan huquqlardan biri emas, to'g'ri tushunish kerak. Ota-onalik huquqlaridan mahrum qilinishlik yoki cheklanishligining o'zining tartibi bor. Oddiy qilib aytib o'taman, ota yoki ona bolalarga nisbatan iqtisodiy, jismoniy, ruhiy, jinsiy bosim, ta'zir, zo'ravonlik o'tkazadigan bo'lsa, mana shu holatda ular o'sha qonunda belgilangan tartibda ota-onalik huquqlaridan mahrum qilinadi yoki ota-onalik huquqlari cheklanishligi mumkin. Oddiy qilib aytganda, hech kim o'z xohishiga ko'ra alimentdan voz kecha olmas ekan va hech kim o'z xohishiga ko'ra ota-onalik huquqlaridan voz kecha olmas ekan. Faqatgina qonunchilikda belgilangan tartib bo'yicha bularni hammasi amalga oshirar ekan. Video foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lishni va videoni yaqinlaringizga borib qo'yishlikni unutmang. Sizga agar bu masalalar yuzasidan huquqiy yordam kerak bo'lsa, albatta bizga Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin. Sizga yordam beramiz.